Barchaga salom o'rtoqlar. Bugungi darsimiz parakoksoidea hisoblanadi. Va e'tibor berayotgan bo'lsak, nomga parakoksoides brazilians deb nomlangan va buni e'tiborga molik tomoni asosan shu Janubiy Amerikada, Braziliyada ko'proq uchrashi mumkinligi e'tiborimizni tortayotgan bo'ladi. Endigi navbat esa oldingi darslardan bizga ma'lumki, zamburug'larning shakliga qarab turib, ularning katta kichikligi bir-biridan farq qilayotgan edi. Ya'niki nimaga nisbatan desak, o'sha qizil qon hujayralari eritrotsitlarga nisbatan edi. Eslab oladigan bo'lsak, misol uchun dastlabki gistoplazma o'zida shakl jihatidan red blood cellsdan ancha kichkina ekanligi, keyingi blastemikozda esa bunda red blood cells bilan hajm jihatdan deyarli bir xil ekanligi va uchinchi o'tgan safargi sistoides zamburug'i eritrotsitdan biroz kattaroq ekanligi e'tiborimizni tortgan bo'lsa, endi bugungi zamburug' parakoksoides esa red blood cellsdan bir qancha katta ekanligini bilsak bo'ladi. Keyingi element esa do'stlar, oldingi darslardan ma'lumki, sistemik infeksiya keltirib chiqaruvchi zamburug'lar 4 ta degan edik. Bu 4-tinchisi barchasi o'pkada pnevmoniya chaqirar edi va buni bakteriyani umumiy tuzilishlarida e'tibor berayotgan bo'lsak, qo'lda tatuirovka, kapalak tasvirlanganligi, biz buni o'sha zamburug'ni dimorfik ekanligi, ya'niki sovuqda boshqacha shaklga ko'rinib olishi, issiqda boshqacha shaklga ko'rinib olishi. Buni qanaqa tushunamiz desak, mana misol uchun zamburug'lar organizmga kirishdan tashqarida umuman sovuq sharoitda o'zini shaklini ipsimon ko'rinishga o'tkazib oladi. Ya'niki sporalarni tarqatish maqsadida. Organizmga kirib olgandan keyin xuddiki sharsimon shakliga o'tib oladi-da, maqsad shu organizmning immun tizimidan o'zini himoya qilish. Ya'niki mold in the cold degan bizning mnemonika bor edi. Mold shakliga o'tib olishi, yeast in the heat degan bo'lsak, bu endi issiq sharoitda xuddi shunday shaklga o'tib olishi. Ya'niki endi markazda joylashgan qaroqchiga e'tibor beradigan bo'lsak, unda tomchilar ko'rinib turayotganligi, bu isitma hamda yo'talayotganligi, pnevmoniyaga keltirib chiqarayotganligi va og'iz bo'shlig'iga e'tibor beradigan bo'lsak, tishlarning yo'qligi hamda yaralar borligi, endi bizda mucocutaneous lesionlar yoki o'sha yaralar hosil bo'layotganligini payqasak bo'ladi. Yana keyingi element mana bu uzun shodasimon ko'rinishdagi taqinchog'i, bu xuddiki limfa tugunlari ko'rinishiga o'xshaydi. Bu yordamda biz limfa adenopatiyalarga shu servikal sohasida sababchi bo'lishi mumkinligi. Yana bir ko'krak qafasi joylashgan dumaloq sharcha taqinchoqlari esa endi bizda xuddi shu pnevmoniyadagi, xuddi TB, tuberkulyoz kabi granulomalar hosil qilishi. Zamburug'da qolgan zamburug'larning o'ziga xosligi ko'rilganda xuddi mana bu Captain's wheel yoki bo'lmasam bunaqa kemadagi boshqaruv ruliga o'xshash shaklga ega ekanligi. Mana bu kitobdan tasvirlangan xuddi mana shu ko'rinishga ega ekanligi ko'rinadi. Davolash maqsadida endi esimizda o'qigan bo'lsa, o'sha ikkita bizda klassik dori bor. Mana qarag'ay mevalari yordamida agar bu bizda lokal infeksiyaga sababchi bo'layotgan bo'lsa, kon yoki konazol dorilari, o'sha keyingi agar sistemik holatga o'tib ketgan bo'lsa, amfibiyalar baqa tasvirlangan amfitirisin dorisini qo'llash maqsadga muvofiq. Tekstga o'tadigan bo'lsak, aytganki, ko'proq shu Janubiy Amerikada, Braziliyada shu joyda bo'lganlarda, shu joydan qaytganlarda bu kasallik o'ziga yuqtirib olishi mumkin. Asosan mana nafas tomchilari yoki respiratory droplets yordamida o'ziga yuqtirib oladi. Kasalliklar aytganimizdek, limfa adenopatiyalarga bu bo'lishi mumkin. Bo'yin sohasida, undan tashqari qo'ltiq sohasida, chov sohasida bu yuzaga kelishi mumkin. Endi hattoki u o'pka sohasida granulomalarga sababchi bo'lib pnevmoniya chaqirishi mumkin dedik. Va og'iz sohasida mukozal ulserlarga sababchi bo'lishi, og'izda, milklarda bu holatga o'tib ketishi mumkin. Endi aytganimizdek, zamburug'ni dimorfik shaklda ekanligi
sovuqda boshqacha, mold holatda, issiqda esa yeast holatiga o'tib olishini biz bildik va mikroskop ostida ko'rganda mana bunday shaklga, ko'rinishga ega ekanligini. Davolash maqsadida itrakonazol mild infection yoki bu o'sha lokal infeksiyalar bo'lganda, agar several yoki bo'lmasam tarqalib ketgan infeksiya faqat bitta joyda emas, bir nechta joyda kasallik kelib chiqayotgan bo'lsa, albatta biz anfitresin dorisini berishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan do'stlar, zamburug'lar haqidagi dastlabki 4 ta video o'z nihoyasiga yetdi. Bular o'sha biz gaplashganimizdek sistemik kasalliklarga sababchi bo'lishi mumkin bo'lgan zamburug'lar edi.